Bismillahirrahmanirrahim. Akalar, sigir oldim. Bugun 2-mart. Birinchi kun xullas boqishim. Egizak Hasan Husan. Xudo xolasa o't g'arib kelgan menga bu mol. Shunaqa holatda keldi. Xudo xolasa men sizlarga buni hali Xudo xolasa ko'rasizlar qanday boqishni ko'rsatib beraman. Mana yana atalarni quyib berdim. Pohol prist ustiga. Kuniga Xudo xolasa bir qozon atalab beramiz. Bir qozon endi 50 litr. Kamida 50 litr atalab beramiz. Xudo xolasa molimiz 10 kunda qanaqa natija qilar ekan ko'ramiz. Xudo xolasa akalar, bugun birinchi kun. Kecha-kechqurun yetib kelgan, bugun birinchi kun. Mol jonivor ozib ketgan. Bo'zaychalarni ham davolab netyapmiz. Juda ozib ketgan jonivorlar mana. Xudo xolasa Allohdan so'rayapmiz, umrini, rizqini berib tursin bo'zaychalarni ham, molimizni ham. Xudo xolasa mana shu yaxshi kunlarga sotamiz. Chotki. Mol yeb ichishi zo'r, Xudo xolasa tani joni sog', yeb ichib berib tursa, bag'i Xudo xolasa yemlarini olib kelib beramiz, qo'limizdan kelgancha, imkoniyatimiz yetgancha. Lekin Xudo xolasa, Xudo yolg'on chiqmasa, kuniga 50 litrdan atalab beraman. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Janovorni ozgina qiynash bo'lgan ekanda akalar. Ozgina bas, ancha qiynash borgan. Men qaranglar akalar, ko'rinyaptimi? Xudo xolasa bu molni sut emib tursa bilmadim, sutini ko'paytiramiz, balki sutini ko'paytirib borarman. Tutamlari ham zo'r, hammasi zo'r. Balki yo bolalarini o'rab boramiz, zo'r bo'lib ketadi. Sut beradi aniq, Xudo xolasa. Kunjara, kepak, qattiq non, yana sechga solamiz. Guruch maydasini solib atalab pishirib beramiz. Xudo xolasa molimizning rezultatini 10 kundan keyin yana bitta video qilaman. Har 10 kunda video qilaman. Akalar, bo'zaychalarini ham, maqarlar bo'zaychalar janovorlarni o'ta ozib ketganda. Akalar, Alloh nasib qilsa, Xudo xolasa umrini, rizqini berib tursin. Mashlar o'nab boramiz. Harakatdaman. Sizlardan paddeshga akalar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like tugmachasini bosib tursalaring. Xudo xolasa shu molimizni o'nab boramiz. Mana yerda qo'ramiz bor. Tushirib boribdi. Oldingi egiz molimiz bor edi. O'zim tug'dirgan edim u egiz molni. Jasur ustozimiz kanaliga qo'yib sotganmiz uni. Mashitda katta bo'lgan janovorlar. Zo'r. Uni endi o'zim qaraganman. Mana qo'ylarimizni ham makkalarigacha ortib turadi. Mana hali hashay-pasha berdim, hashaydi ham yemabdi. Hashaydi ham ko'rasizlarmi, yam-yashil. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib qaraymiz. Qo'chqorchamizni ehsonga suyamiz, Xudo xolasa. Novvossalarimiz katta bo'lsa, yaxshi kunlarga sotamiz. Xudo xolasa to'y qilamiz, deyapman. Akalar, hozir men atalarni ham ko'rsatib o'taman. Chotki bo'lgan atalar. Efirdan uzoqlashmay turinglar, o'tkazib yubormanglar akalar. Akalar mana atalarimiz tarkibi akalar. Qaranglar. Moshkichira deyishadi, ya'ni Toshkentlik moshkichirasiga o'xshab ketgan. Akalar. Bunga qattiq non solamiz. Qattiq non, kunjara, sechga, guruch maydasi. Keyin kepak solamiz akalar bunga. Tarkibi shunaqa. Xudo xolasa mana uni olib keldim bugun. Atalab pishiradigan. Faiz drabilkalar chiqaradigan Sheral akamizni olib keldim. Hamma yo'g'i joyida nastroykalarni qilib tozalab qo'ydim. Xudo xolasa bugun buni bersa, ertaga ertalab buni bersa, ertalab yuvib tarab
Keyin bunda bir atala qilib ko'ramiz. Qani natijasi qanday bo'lar? Effekt qanday bo'lar, xudo xolasa. Hokamiz bor, talonga berilgan, ortib qolgan o'shalarni. Xudo xolasa ishlatamiz. Bir 10 qop, 15 qop hokamiz bor. O'shuning uchun buni olib kelganmiz. Mana akalar. Atala pishiryapmiz. Xudo xolasa ashimollarimizni cho'tki qilib katta qilamiz. Hurmatli obunachilar, mana oshga kelaveringlar, osh bo'lyapti. Iftorlikka. Xo'roz qiziq, mana xo'rozga qiziqtirishib yuborishdi. Hozir ikkita xo'roz, ikkita makonimiz bor, bitta makonimiz berib yuborgan mashina. Xudo xolasa ularni ham yoritaveramiz. Qiziqqanlarga atalamiz. Cho'tki bo'lyapti, xudo xolasa. Shifo bersin molimizga, shifoyi komil bersin, shu atalarni ichib zo'r bo'lib kelsin, xudo xolasa. Harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha. Yana qaytarib o'taman. Akalar, 10 kundan keyin yana bitta video qilaman. Natijasi qanday bo'ldi, qanday qabasi ko'ramiz. 10 kunda xudo xolasa rezultat bo'larmikin, bo'lmasmikin. Bugun 2-mart akalar, xudo xolasa 12-mart kuni yana bitta video qilaman. Sigirni olaman, buzoqchalarni olaman. Ammo lekin kuniga bir qozondan beramiz, xudo xolasa. Harakat qilamiz. Kunda bir qozondan atalab beramiz. Buzoqchalarimiz o'ynab kulib turib, xudo xolasa yaxshi bo'lsin ilohim. Xudodan so'raymiz, umrini bersin. Molimizni ham xudo xolasa zo'r qilib 10 kunda natija ko'rsatishga harakat qilamiz. Akalar, faqat sizlardan paddeshga. Mana qanchalik darajada o'zgartiralarkinman men. Akalar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammalarning chorvalaringga baraka bersin. Obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Kunlaring xayrli o'tsin. Ramazon oyi hammaga barakali, fayzli kelgan bo'lsin Alloh. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.